Yaxşımısınızlar? Mən Gülnaz Abdüqadir bolumən. Nurgun qeyrindaşlarınınki tələbi boyunca ayrım xanımğa kəlgən uçurlardan bugün ekranga çıxıb Payçək bazar doğrusida sözməkçi bolardı mən. Bugünkü sözləydiğən tapik tiyim bolsa Payçək bazar şu öktəbirdə. Nimişlər bolardı, biz qayerdə turumuz, nəyə ketib barımız degan to'g'risida. Buldu 4-cü ayda, buldu emasga, bir yil 4-cü ayda Payçək bazar hozir bir keskin tushgan chog'da yana shu qarindoshlarning tali bo'yicha chiqib so'zlab bergandim. Undan keyin ayrim uchulimga nurg'un qarindoshlar o'qishmagan temalarda leksiya so'zlab bergan bo'lsangiz deb talablarni qildi. Bularga hammasiga ma'qul dedim. Endi lekin vaqtim chiqmay qoldi. Yozuvchi o'zimning qo'limda bir ikki kitob bordi. Shu kitoblarning birisini bitirib nashrga chiqardim. O kitobningki ismi bo'lsa, mening ikkinchi she'r kitobim inglizcha The Unfinished Song. Uyg'urcha tarjimasi O'ksimas Muңlar. O'ksimas Muңlar. Inglizchada The Unfinished Song. İsmimni bassangiz Amazonda bor. O'qib, ko'rib beqishingizni, hissiyotingizni, o'zingizning o'ylaganlaringizni anglashni tashna qilaman. Xo'sh, bu qarindoshlarningki menga talab qilgan temalarni hammasini bir yig'inchoqlab kelsam, birisi dollarningki ojizlashi, nima uchun dollar ojizlashib ketyapti, shunday ketaveradi. İkincisi zoyim bozorining ahvoli. Üçüncüden oltin bozorining ahvoli, oltin qayerga chiqadi, bahosi bag'asir o'rlab ketyapti. To'rtinchidan o'sim to'g'risida. Amerikaningki o'simlari iqtisodga, dunyo iqtisodiga qanday ta'sirlari bor. Oxirida yana Bitcoin to'g'risida so'zlab bersangiz deganlar borki, hammasiga ma'qul dedim. Shu boy degandek sabablar bilan chiqarmadim. Endi bugungi topikka kelsak, bugungi temaga kelsak, shu bir yil oktyabrdan keyin, mana shu oktyabr kirgandan keyin oktyabrning 10-kuni Payçək bazar bir tushdi. Bir yil zot bu Payçək bozori ikki tarafga tortilmoqda. Bu yil boshlarida tarixiy eng yuqori rekordga yetgan bo'lsa, bu ayninki 10-kuni savdo siyosati, tangligi, federatsiyaning siyosatining o'zgarganligi va dunyoviy aniqsizlik sabablardan keskin tevrinish yuzlab berdi bozorda. Birinchi sertimizga kelsak, o'ninchi ayninki 10-kuni S&P 500 ko'rsatkich, Nasdaq ko'rsatkich, Dow Jones hammasi keskin tushdi. Nasdaq 3,6%, S&P 500 2,7%, Dow 1,9%. Texnologiya payçəklər eng zərbisi çoğ buldular üçün Amazon, Tesla'lar 5%'den düşdü, Alma 2,6%. Bu 10-cu ayınki 10'daki ahval. Bazarni tərtib amillər zadı nima deb qarasaq, bunun da şu tambojbaj taktiksi 100% tambojbaj Xitoydan kirdigan mallarga, Amerikaga. Bu bo'lsa bizningki baholarni, Amerikadagi baholarni hammasini chuqur ko'taradi, bunday qilsa
ikkinchidan Xitoy tarafdan eksport qiladigan az ko'rinadigan to'proqlar, texnologiyaga ishlatadigan boshqa materiallarni tizginlash, eksport qilishga. Bular unda qilsa, Amerikaningki texnologiya ta'minlash zanjirini uzib qo'yadi. Ondan o'simi Amerikaningki o'ttir Markaziy bankininki o'siminingki siyosati qandaq bo'ladi, pulning paxollashi qandaq bo'ladi degan xiyollar mablag' sog'uvchilarninki kallasiga kirib, bozor qaytadan bir tavrandi. Shuning uchun hamma mablag' sog'uvchilar pullarini oltinga qo'yadi. Oltin bilan zoyimga, shuning bilan bu oltinninki bahosi o'sib ketdi. Pulning paxollashi. Hozir pulning paxollashi nisbati 2,9 va 3,1 turyotidi. Ammo bundaq tambujni boyish va Xitoyninki kirdigan mollar cheklansa, texnologiya ishlatadigan. Bu paxollashi pulninki yuqoriga chiqib ketishi mumkin. 3,5 va 4 ga chiqib ketishi mumkin deyishyotidi. Hozirgi o'sim 4%dan 4,25 turyotidi. Agar bu tarif chiqib ketsa, pulning paxollashi texmi yuqorlashib ketsa, bu o'simlarni yuqorlab 4,5dan 5 ga chiqib ketishi mumkin deydi. Agar pulning paxollashi tizginlansa, tuvanga tushsa, u vaqtida o'simni tuvanlaydi. Hozir xalqiliq masala shu pulning paxollashi qandaq bo'ldi. Bu bo'lsa, bu bojninki qandaq bo'lishi, eksport importning ahvoliga qarash. Mana hamda bu hukumatninki xizmatdan to'xtab qolishi bugun 15-kun qo'ydaymi? Müşlar hammasi bir zanjir iste'molliq iqtisoddagi muhim omillar bozorni yuqoriga chiqarib tuvanga tushirayotgan. Endi bu men boya unutib qolibdim, shu kuni 10-oyning 10-kuni oltin bozorining oltinning bahosi bir dollar 3,989 bir ons chiqib ketdi. Endi bugun texmi chiqibdi. Undan keyin yana chiqib o'rlab bugunga qarab baqsam 4,110 bir ons deydi. Shuni yuqorilayotdi. Chunki paychak bozorlar turaqsiz bo'lganligidan oltinni ham bexatar joyi deb haqlar mablag'larni shu yerga solmoqda. Bu ma 3-chi topikgacha yana bir ozroq 2-chi topikni ham bir davitay. Ikkinchi sirtmadagini. Amerika bozoriga bo'lgan ta'sirlar bu ishlar, bo'lsa qandaq desak, agar bu tambojni beji yuqori bo'lgan sari Amerikaningki shirkatlari import qildigan Xitoydan import qildigan mollarninki bahosi yuqori bo'ldi. Agar Xitoy eksportni cheklab qo'ysa, texnologiyaga az ko'rinadigan tuproqlar va boshqa texnologiya ishlatishga kerak materiallarni Amerikaningki ta'minlash zanjiri uzilib qoladi. Bu vaqtida bu tarafdagi texnologiyalar aslanib ketadi. Bular hammasi shu pulning paxollashiga sabab bo'ladi. Bunda bo'lgandan keyin agar pul paxollashsa,
Federatsiya zapası e, ösümni, pulның ösümni yuqur çıqırdı, pulның bahalısını besiş üçün. Şunun üçün e, bu payçek baza muş amillərdən qarab yuqurğa, tövəngə düşüb durvatırmış əhvallarını. Əmdi bu üçüncüsü gələyli. Sahiyələrinki əhvalı, qay sahiyələr qanda durvatıdı. Hazır əmdi bu texnologiya naiti turaqsız texnologiya tərəfdə 25-ci ili düşüb çıxışı naiti yuqura. Amma yenilik yaratış AI'da cloud, cyber security degan tərəflərmi nazaratlarınki besimidə, nazarat qılıb turğan orqanlarınki. Energiya 8% düşdü bir yıl. Bunun da ondan bu müdafiə sahalə ösüvatıdı. Müdafiə sahalə deganimiz bizningki sağlığını saqlash, yemək-içmək, odatda kunda turmushimizga kerakli narsa. Müdafiə sahalə deymiz, çünki iqtisod tövən bolsunmu, yuqur bolsunmu, biz bərabər kerak qıldıqan narsalarni shu müdafiə sahəsiga kirgizgan. Bu hozirgi sohalarninki ahvoli. Kelayki yana bir sirtmoqqa tushsak, dunyo miqyosida qandaq ishlar bo'lyotidi. Yevropaga qarasak, Yevropada o'sishni qo'zg'atish hukumat jihatdan har xil sharoitlarni hosilab o'sishni qo'zg'atyotidi. Ammo bulardan qiyinchilik nihoyat ko'p. Masalan, xalqninki ishonchi tevarak bo'libmi pulning paxallanish tarafda. Asiyoda va yangidan gullanish bozorlarda ular bir qaysarlikni ko'rsatyotidi. Ularninki o'sishi bir qadar yaxshi g'arb dunyolarga qaraganchada. Tovarga qarasak, tovar va neftlarga. Bularmı bir yıl naiti çoğun bir davğuluk boldu, yuqur çıqıp tövən düşüb. Bunun içinde şu supply and demand deyimiz, təminləşi bilən axlarınki istimalı balance yütkəlligidən, həm coğrafiya, siyasət amilləri, hər xil amillər bularga hammasiga ta'sirlarni ko'rsatdi. Bitcoin bo'lsa, bittangisi buningki bumu naiti davg'uliq bo'ldi, yuqori chiqib tuvan tushib. Bumu shu dunyo miqyosidagi savdo jiddiychiligi va bozorninki ahvoli, turaqsiz ahvoli. Shuni bu kishilarninki mablag' silish strategiyasini davomli ogohlantirib, o'zgartirib turibdi. Yana bir sirtmoqqa kelsak, endi xatar, xavflar va fursatlar. Bu Tambojni bezdən pul paxallaşıqca bolğan xatar
Hem ahvallar, reallık ahvallar. Lekin sünni akıl, qayta hasıl buladigan energiya ve saqlıqni saqlash fursatlar bor. Endi xatar xavfli taraflar mushu so'da urushi bak uzun so'zilib ketish. Pulning paxallishi, chaplashvilish, siyosatning turaqsizligi, dunyoviy siyosatninki. Hamda ba'zi texnologiya pay cheklarninki bahosi o'zinki qimmatidan ishib ketishi deganlar bular hammasi bir xatarliklar. Endi fursatlar mushu sun'iy aql texnologiya tarafdan ishda qayta asıl bo'ldigan energiya, yeşil energiya, masalan suvdan, shamoldan, kunning nuridan chiqadigan tabiatdan keladigan energiyalar, sog'lomlikni saqlash, yengliklar, sun'iy aqllarni ishlatib, hamda uzun muddatlik o'sishi mumkin har bir sohada yangi texnologiyani ishlatib. Bir yerde muhim ta'kidlaydigan ish bozor stock marketda bizim bozorda deyotganlarim hammasi paychek bozor. Davomli xatarlik, xavflik bilan fursat birga mavjud bo'lib turdi. Shuning uchun ikkala tarafni yaxshi tushunib, siz mablag' solganda to'g'ri qaror chiqishingiz nihoyat muhim. Endi bu xavflik, xatarlik degan ma'na bu tarafdan neri turinglar, bu tarafga mablag' solmanglar degan gap emas. Fursat bor degan cho'qim pul tepishga, pay tepishga kafolat qildi deganlik emas. Shuning uchun ham xatiri bor, ham fursati bor. Mablag' silishlarni tamponlashtirish, ko'p xil yerga pulingizni qo'yishish nihoyat muhim. Ham vaqtni, qaysi vaqt siz mablag' qo'yish nihoyat muhim. Yashab deb qo'ymankin, agar men 4-oy leksiya bergan chog'da qarsanglar shu vaqtdagi har xil ko'rsatkichlar S&P 500, Dow Jones, Nasdaq deganlarninki ahvoli shu vaqtda qayerda, hozir biz nega keldik. Agar shu vaqtda siz mablag'ni solgan bo'lsangiz har jihatda pulingiz qancha % o'sadi, shuni o'ylashib bizning hisobini qilib baqsangiz bo'ldi. Shundan bu uzun muddatli mablag' silishda nihoyat muhimkin siz davomli izchil har bir qatim bozor tushgan chog'da oz-ozdan mablag'ni silib turishingiz sizningki uzun muddatlik boylik to'plashingizga nihoyat muhim bir stratejiyasi. Kelajak qarasak, qisqa muddatda ichida tavrinish shu 10-oyninki ichida xeyli bo'lib turishi mumkin. Chunki shu kompaniyalarninki foyda topgan dokumentlariga hammasi chiqadi, shirkatlarninki foydalari. Hamda u federatsiyaninki muhim yig'inlari bor. Shu shirkatlarninki foydalariga qarab bozormi yuqori ya tuvan chiqib turdi. O'rta muddatga qarasak, kelajili agar pulning paxallishi tizginlasa,
Muşundaq tutulsa, yana texnologiya jihatdan 8-dan 10%gacha o'sishi mumkin degan qarashlar bor. Eng muhimi halqılık sual. Bu iqtisod soft landing or slow down deydi. Yumshaq tushamdi yoki oslab ketamdi. Endi yumshaq tushamdi degani mushiman degan omillarni hammani tizginlab mushundaq o'tib ketamdi bu davg'uluq yoki iqtisod ostilab shirkatlar odamlarni chiqarib ishlab chiqarishlar oslab ketamdi demoqchi. Bu hozir texnoma'lum, chunki shu men yuqori degan omillarga bog'liq. Endi men yuqori so'zganlarim shu 10 oyninki 10-kuni cho'ng bir tushdan keyingi kuzatgan ahvollar 10 oyning 10dan 14gacha mush bir necha kunning 4 kunning ichida nima ishlar bo'lyotidi deb qarasak 10 oyninki 10i mana bu Tamboj beji endişiden hem de bu soğudu ciddiligidan Nasdaq'la S&P, Dow Jones hemmisi tushdi. Onu aldığım birinci nimedemi ko'rsatdim. Medim yazıp koydum birinci sırmada. 10 oyninki 13 günü bozor yana qaytarib o'sdi. Birmuncha paychaklar yana joyiga tushib qoldi. Butunlay joyiga kelmasimi? Nasdaq 2,2%, S&P 1,5-6, Dow 1,29 chiqdi. 14 islar yana azroq jutganlarni azroq jutdi o'xshamaydi endi miksi aralash Nasdaq bilan S&P azroq tushdi, Dow azroq chiqibdi. Bugungi bozorning ahvoli qandaqkin qaramadim, hozir qarab boqay. Endi boshlandi. Hozir shu Dow, S&P, Nasdaqlar shu azazdan chiqib turibdi bugungi ahvol. Nima uchun bu muhim degan chog'da bularniki tushib chiqib turishi nima uchun muhim degan chog'da hamda bozor muqimlashishga urinyotidi. Chunki bu paychak yanala bir xil ojiz, paychak bozor yana ojiz tavrinib turyotidi. Bu qaytadan asliga kelishi bu bo'libmi texnologiya sohasida o'zining qaysarligini ko'rsatyotidi. Endi bu bütün bozorning ahvoli shu siyosati va savdoning taraqqiyoti, xalqaro savdoninkiga nihoyat sezgur. Shunda har xil ozroq uchurlar bo'lsalar, boya tuvan ya yuqori chiqib ketadi. Shundan 10 oyning ichida qisqa muddat ichida bozor nihoyat tavrinib yuqori tuvan bo'lib turadi. Shuning uchun biz nihoyat diqqat qilishimiz kerak mablag' solgan chog'da. Endi xulosalaganda bozor 10 oyning 10dan keyin xeyli asliga keldi. Ammo dunyoviy siyosat va xavflar nihoyat muhim rol o'ynaydi bozorning yuqori chiqib tuvan tushishiga har jihatdan.
hem sodanınki siyasetleri. Şunun için biz meblag sağanda çokum her sahaga az-azın selişimiz gerek. Pulumuzni hergiz bir sahaga qo'yib qo'yishimiz xatolik bo'ldi. Ahirda bir qur xulosasak, paychakbaza nayt qaysarlik, chidamliq ko'rsatyapti o'zini, ammo yana bek nozuk, bek ojiz. Azroq o'zgarish bo'lsa, bu u yoq bu yoqqa bo'lib ketishi mumkin. Shunga nayt diqqat qilishimiz kerak. Ikkinchidan, xavfliga keldigan va fursat keldigan paychaklarni tamponlashtirishimiz kerak. Bir taraflab mablag' qo'yish xatolik bo'ldi. Uchinchidan, har xil o'xshagan sohalarga mablag'ni tanshab silish kerak. Bir sohaga hamma pulingizni qo'yib olmang. Buni bakchiq ta'kidlab ketdim. Hamda bu yil tushib chiqishni kutsak bo'ldi. Mushinchik so'zlab turay. Agar siz o'xshamagan shirkatlarningki mablag' silishingizni bilmasangiz, o'xshamagan shirkatlarga oltin qaytim 4-oyda men leksiya so'zlaganda o'xshamagan sohalarningki ko'rsatkichning simbollarini bir jadval qilib chiqarib qo'ygandim. Mushu YouTube kanalimda bor. Tuanga qarsanglar. Shu yerdan ko'rib o'xshamagan sohalarga shu yerga qo'ysangiz muvofiq bo'ldi. Chunki nurg'un kishilar mendan so'radi, qaysi shirkatga pul qo'ysa yaxshi pul topadi, qaysiga pul qo'ysa yaxshi pul topgan bo'lmaydi, uni turish kerak deydi. Uni hech kim bilib bo'lmaydi, chunki har bir shirkatga mablag' silishdan burun shu shirkatni cho'nqur tadqiq qilishingiz kerak. Shuning uchun men sizga qaysi shirkatga solsangiz bo'ldi deb beramayman, chunki men undaq cho'nqur har bir shirkatga tadqiqni ib bormadim. Shuning uchun eng yaxshisi, agar qayerga pul silishni bilmasangiz, shu ko'rsatkichlarga solsangiz eng yaxshi usul. Hammanglarga rahmat, vaqtinglarga